Hammaga kattakon rahmat. Shahlo Ahmedova endi meniki. Sport va shou biznes bir nuqtada to'qnashdi va natijada haqiqiy shov-shuv yuzaga keldi. Kecha bo'lib o'tgan jangda Odilxon Kamolov o'z raqibini ishonchli tarzda mag'lub etib, navbatdagi g'alabasini qo'lga kiritdi. Lekin bu safar gap faqat jang haqida emas. G'alabadan so'ng u butun e'tiborni o'ziga qaratgan bir gapni aytdi va bu oddiy intervyu emas edi. U ochiqchasiga Shahlo Ahmedovaga murojaat qilib, "Shahlo Ahmedova endi meniki bo'lasan" dedi. Ha, bu yashirin ishora emas, bu to'g'ridan-to'g'ri aytilgan gap. Aynan shu jumla ijtimoiy tarmoqlarda portlashga sabab bo'ldi. Chunki bunday ochiq murojaat har kuni bo'ladigan holat emas. Eng qizig'i esa, ayni vaqtda bu jang va aynan shu vaziyat Shahlo Ahmedovaning Instagram sahifasida ham paydo bo'ldi. Bu esa muxlislar orasida yanada katta savollarni keltirib chiqardi. Bu oldindan kelishilganmi? Nega aynan Shahlo sahifasida chiqdi? Bu shunchaki qo'llab-quvvatlashmi yoki undan ko'prog'imi? Ijtimoiy tarmoqlarda esa fikrlar allaqachon qizib ketgan. Bu oddiy gap emas, bu ochiq signal. Oralarida nimadir bor aniq. Ba'zi foydalanuvchilar esa buni allaqachon boshqacha talqin qila boshlagan. Bu yangi sevgi hikoyasining boshlanishi bo'lishi mumkin. Lekin bitta narsa aniq, bu voqea kechagi jangdan ham ko'proq muhokama qilinmoqda. Chunki oddiy g'alaba unutilishi mumkin, lekin bunday gaplar uzoq vaqt esda qoladi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu shunchaki hissiyot bilan aytilgan gapmi yoki ortida haqiqiy hislar bormi? Yoki bu haqiqatdan ham yangi hikoyaning boshlanishimi? Izohlarda yozib qoldiring.